Bir ayol erga yoqmaydigan ish qilib uni qattiq ranjitdi. Erkak ayolidan norozi bo'ldi. Solih er ayoliga bir og'iz ham qo'pollik qilmadi va qilgan ishi unga yoqmaganligini aytib xonadan chiqib ketdi. Biroz vaqt o'tgach ular yarashib olishdi. Bir kuni er Qur'on o'qib turganida ayoli undan Qur'ondagi qaysi oyatni yaxshi ko'rishini so'radi. Shunda er: "Va hurun ayn ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama." U voqea surasining shu oyatlarini o'qib ayoliga nazar soldi. Ayoli olima edi. U bu oyatlar jannatda erkaklar uchun mukofot qilib beriladigan hurlar haqida ekanligini tushundi. Ayol o'sha turgan yerida muzlab qoldi va uning ko'zlaridan yoshlar chiqishni boshladi. U darhol qilgan ayb ishi o'zini eriga yomon ko'rsatib qo'yganligini tushundi va erining oyoqlariga tiz cho'kib yig'lagan holida aytdi: "Mening qilgan ishim sizga nisbatan yuqori kelish bo'ldi. Meni kechiring. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni hatto hurlardan ham qizg'anaman" degancha kechirim so'rashda davom etdi.